Bilasizmi, hatto 2026-yilda ham ko'pchilik odamlar faqat tablodagi chiroq yonib qolgani sababli mexaniklarga yugurib borishadi. Shu sababli mexanik ulardan katta summa pul oladi. Buning hammasi oddiy, siz shunchaki foydali layfhakni hali bilmaganingiz uchun. Maxsus chirog'i yoqildi va avtomobilning konditsioneri ishlamay qoldi, lekin katta mablag' sarflash o'rniga quyidagicha qiling. Telefonni zaryadlash uchun ishlatadigan USB kabelni oling va uni avtomobil va telefonga ulang. Brauzerni oching, Tikon Tip saytini qidiring va birinchi havolani bosing. Keyin uchta chiziqni bosing. Kar bo'limiga telefon orqali avtomobilni skanerlash opsiyasini tanlang. Shu bilan ish tugadi. Bu ilova yordamida siz avtomobilingizga turli diagnostikalarni o'tkazishingiz mumkin. Skan tugmasini bosing va avtomobilingizning markazini tanlang. Xavotir olmang, deyarli barcha brendlar mavjud. Yuklanishini kuting va natijani ko'ring. Skaner avtomobilingizdagi xatoliklarni aniq ko'rsatadi. Ushbu holatda ikki muammo chiqdi. Ilova har bir muammo uchun uni qanday tuzatish bo'yicha video ko'rsatmalar bilan yordam berdi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling.